Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muzalo. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan birgalikda shu W201 Y190 mashinasini ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu hech qanaqa legenda deb nom qo'ymaymiz do'stlar, chunki legendani davri tugadi уже. Bu legendani o'shaning uchun yangi holatga olib keldimda do'stlar. Ozgincha tezliklarga, bu joylarga e'tibor berib qo'yib shundoq hozir o'shanda yuribman do'stlar. Nomer hali o'zbekcha nomer yasolmadim do'stlar. Ruscha nomer yasodim 124 ga, lekin bunga sal yarashmas ekan, o'shaning uchun mana shuni yuribman hozir. Assobi yasadim W201 Y190 uchun. Mujik bo'lib betaman tan olib do'stlar, bu ideani Rahimovdan chopganim, chunki Rahimovda siyoh rang Y190 bor edi, diskalarigacha bir xil edi, o'shandan ko'rib qildim do'stlar. Nima deymiz? Oynalarga hech qanaqa logotip yo'q, 100 talik tonirovka. Qaranglar do'stlar, tonirovkani ham yaltillab turibdi. To'g'ri, M panika kerak. Bundan ham zo'r proyektlar bor. Tonirovkasi juda ham chiroyli chiqadi, ularda ham gap yo'q. O'shanga o'xshatishga harakat qildim. AMG diskalar do'stlar, Sergeli bozorda rosa hit bo'lib ketdi bu diskalar ham. Sal anaqaroq variant. Bu chet eldan zakaz qilasizlar do'stlar. U sal farshibgaroq varianti. Bu mashina hech qanaqa AMG narsalarni qo'ymadim, olib tashladim do'stlar, o'zim yoqmadi. Emblemni qo'ydim, shildik qo'ydim, ifsiyo qildim do'stlar. Hozir buni maksimal tezligini ko'rib chiqamiz do'stlar. Orqada direkt maksimal tezligini emas, shu 402 metrga ham ko'ramiz, maksimal tezligini ko'ramiz. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z izohinglarni yozib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga Mercedes yoqadimi, BMW yoqadimi? Agar shu video 15 ta like kelsa, keyingi safar W124 500 yen olib chiqamiz do'stlar. Qaranglar, Dragi Subaru. Men 3-2 voy to'xtaylar. Subaru qala riski surish kerak-ku. Voy. Dragi Subaru git. Billet salana qo'yib qoldim mayli. Qaranglar. $895 otdi do'stlar. Balon qizdirib ko'ramiz qanchada kelar ekan. Lekin 0dan 100 gacha 2 sekund, 2,5 sekund bo'lmaydi hech qachon do'stlar, chunki men rekordini bilaman buni shu обновлениyadan keyingi. Zatsebe ekan mashina do'stlar. Hammaylar hozir balon qizdiraman do'stlar, keyin ko'ramiz maksimal tezligini. Shunday qilib qo'ysak, buni bunday qilsak, balon qizyaptimi? Balon qizyapti do'stlar. Mana buni o'chirib qo'yamiz, zarar demasligi uchun FPS ham. Keyin do'stlar, sizlarga lifehack, mana buni bunday qilib qo'yamiz. Buni bunday qilib qo'yib, bunday. Shunday qilib ko'ramiz, grafik ham baribir ta'sir qiladi deb o'ylayman do'stlar. Nima aniq bo'lmayaptimi deyman? Tuyapti. Qani mashina ham bosaylikchi, FPSimiz yaxshi do'stlar, lekin ko'z tegmasin. Kit. Mana bos. Lekin anongina sal yaxshiroq kelsa kerak, 0 dan 100 gacha. Uni nasrokasi final to'g'lid. Ana do'stlar, ko'rib turganingizdek 835 ga berdi do'stlar. Nima deymiz endi buni? Ko'tarib tashlaylik. Videomiz yaxshiroq chiqsin. Maksimal tezligini menimcha hech kim qiziqmasa kerak. Endi men maksimal uzoqqa teryapman, qisaman mashinalarni. Lekin nastroyka qilishdan ham juda charchadim, qiymam kelmayapti, lekin bu mashinaga qilib qo'ydim do'stlar. Ana shunaqa legenda video olganimda ko'rsaman podpishchilarga deb. Hozir buni qilib bu yoqqa to'xtaymiz. Qaranglar. Mana 0 tezlik, mana 3 2 1 kit. Videolar kam chiqyapti do'stlar. Oldingiga qaraganda qaysidir hafta juda ham ko'p videolar qiluvdi, o'shanga qaraganda kam chiqyapti, chunki o'zimdan xohish qolmadi. Ikar parking normal idea yo'q, hamma qiziqishi o'ldi do'stlar. Men bu mashina hozir 500 la tortsa kerak, yana bilmadim. Maksimal tezlik 260 edi. To'g'riladim. Deb yozilgan anaqada to'g'ri tortdi. Chalib ketdim do'stlar. 260 ko'rsatib qo'ygan, lekin 500 la yuradi. Chunki mana qaranglar, kartada mana bunaqa joy bor edi.
Mana men bitta polli o'sha Max Pat'lar polli mashinaga kelganimda do'stlar bemalol 500 euro shu обновленияda. Mashinam shulardan iborat yig'ilgan. Vuxluflari stok 201 dan. Migalka bor. Nima deymiz endi? Xullas shunaqa do'stlar, videoga idea beringlar deb qolaman, chunki ideyalarimiz ham qolmayapti. Bu mashina mencha shortsizam ham kerak, birov bilan poy o'ynab, hozir internet yonib boshqa bo'lguncha bo'ladi do'stlar. Kutib qolamiz. O'shaning uchun keyingi videolarda yoki shortslarda bu bilan bittasi bilan poy o'ynab ko'rsataman. Yoki Mansurov bilan o'ynaymizmi birga bir qilib yozib qoldiringlar do'stlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Muzof bo'ldi.